Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Yuksaklik sari kanali. Bugun biz Oy va uning Yer uchun qanchalik muhimligi va hozirgi kunda Oyda nima voqealar sodir bo'layotgani haqida bahs yuritamiz. Video davomida siz Oyda inson qadami yetganmi? Yer Oysiz yashay oladimi? Oy Yerdan uzoqlashyaptimi degan savollarga javob topasiz. Agar siz tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Oy millionlab yillar mobaynida Yerning hamrohi bo'lgan tabiiy yo'ldosh. Biz doim uni osmonda ko'rganimizda zavqlanamiz. Ko'plab xalqlar madaniyatida Oy muqaddas hisoblanadi. Insoniyat ushbu kichik joyga sayohat qilganmi? Inson qadami Oy sirtida iz qoldirganmi? Bu savollar 1969-yilgacha kuchga edi va shu yilning 20-iyulida o'z tasdig'ini topdi. 1969-yil 20-iyul kuni AQShning NASA agentligi tomonidan yuborilgan Apollo 11 missiyasi davomida inson ilk bor Oyga qo'ndi. Oyga birinchi bo'lib qadam qo'ygan inson esa Neil Armstrong bo'lib tarixda qoldi. Uning orqasidan Buzz Aldrin qo'shilgan. Uchinchisi Michael Collins Oy atrofida kapsulada qolgan, Oyga qadam qo'ymagan. O'shanda Armstrong tarixiy so'zlarni aytgan. Bu bir odam uchun kichik bir qadam, lekin insoniyat uchun ulkan sakrash. 1969-1972 yillar oralig'ida jami 6 ta Apollo missiyasi muvaffaqiyatli Oyga qo'ndi. Umumiy hisobda 12 nafar amerikalik astronavt Oyga qadam qo'ygan. Oxirgi marta inson Oyga 1972-yil Apollo 17 missiyasi bilan borgan. Shundan beri odamlar Oyga bormagan, ammo hozirgi kunda NASA va boshqa davlatlar yangi missiyalarni rejalashtirmoqda. Masalan, Artemis dasturi. Ba'zida biz eshitamiz, ko'pchilik insonlar Oyga hali hech kim qadam qo'ymagan, Oyga chiqilmagan deb aytadi. Bu qanchalik haqiqat? Ba'zi odamlar Oyga borish haqida shubha bildirgan. Ularning asosiy da'volari 1969-yilda olingan suratlarga asoslangan. Ular shunday deydi: suratlarda yulduzlar yo'q, bayroq hilpirab turgan, soyalar g'alati tushgan. Ammo bularning barchasi ilmiy izohga ega va NASA bu da'volarga asosli javoblar bergan. Hozirgi ilmiy jamoatchilik fikriga ko'ra, Oyga chiqish haqiqat bo'lgan va ko'plab dalillar bilan isbotlangan. Xo'sh, isbotlar nimada edi? Oyning yuzasiga qoldirilgan asboblar, masalan, aks ettiruvchi panellar hali ham ishlatilmoqda. Oyda olingan minglab fotosuratlar va videolar mavjud. Oy yuzasidan olib kelingan tog' jinslari hozirgacha tadqiq qilinmoqda va so'nggi isbot mustaqil teleskoplar va radarlar yordamida bu parvozlar xalqaro darajada kuzatilgan. Do'stlar, shu bilan Oyda bir qancha tadqiqotlar amalga oshirildi va hozirda Oy haqida bir nechta yangiliklar e'lon qilinmoqda. Bularning eng dolzarblaridan biri Oy asta-sekin Yerdan uzoqlashmoqda. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Oy Yerdan uzoqlashmoqda. Biz uni butunlay yo'qotishimiz mumkinmi? Har yili Oy bizning sayyoramizdan biroz uzoqlashadi. Olimlar bizga eng yaqin qo'shnimiz qanchalik sekinlik bilan bizdan uzoqlashayotganini hisoblab chiqishgan. Ammo u bir kun kelib ko'zdan butunlay yo'qoladimi? Oy va Yer bir-biridan qanchalik tez uzoqlashyapti? Oy biz uchun go'yo har kecha osmonimizda doimiy turuvchi go'zal bir jismdek tuyuladi. Ammo aslida Oy Yerdan sekin-asta uzoqlashyapti. Juda sekin, lekin baribir. NASA hisob-kitoblariga ko'ra, Oy sayyoramizdan har yili taxminan 1,5 dyum, ya'ni 3,8 sm uzoqlashyapti. Bu nafaqat juda sekin, balki NASA buni quyidagicha ta'riflaydi: tirnoqlaringizni o'sish tezligidek sekinlikda. Bu sekin harakat aslida kunlarimizning asta-sekin cho'zilishiga olib kelmoqda. Bir tadqiqotga ko'ra, 1600-yillardan beri har bir asrda kun uzunligi o'rtacha 1 million soniyaga uzaygan. NASA olimlari bu sekin harakatni qanday aniqlashgan? Barchasi 50 yildan ortiq vaqt ola boshlagan. Apollo missiyalari vaqtida astronavtlar Oyning yuzasiga aks ettiruvchi panellarni joylashtirishgan. Shundan beri olimlar bu panellarga Yerdan lazer nurlari yo'llashadi va nurning qaytishi uchun qancha vaqt ketishini o'lchashadi. Aynan shu usul orqali ular Oyning qanchalik tez uzoqlashayotganini aniq o'lchashga muvaffaq bo'lishgan. Bu sekin kengayib borayotgan masofa nimadan kelib chiqmoqda? Bu oraliqning asta-sekin kattalashib borishi Yer va Oyning tortishish kuchlari o'rtasidagi kurashdan kelib chiqadi. Oyning tortish kuchi bizning okeanlarimizni o'ziga tortib, suvlar bo'rtmasiga sabab bo'ladi. NASA bu holatni quyidagicha tushuntiradi.
Yer o'z o'q atrofida Oyning orbital harakatidan tezroq aylangani sababli Yerning tortish kuchi Oyning harakatini tezlashtirishga intiladi. Shu bilan birga Oy ham Yerni o'ziga tortib, Yerning aylanishini sekinlashtiradi. Bu ikki kuch o'rtasidagi ishqalanish natijasida Oy sekin-asta kattaroq orbitaga chiqishga majbur bo'ladi. Aynan shu tortishish kuchlari zanjiri tufayli har yili Oyning bizdan bo'lgan masofasi biroz ortib boradi. Xo'sh, biz Oyni butunlay yo'qotishimiz mumkinmi? Qisqacha aytganda, yo'q. NASA ta'kidlaydiki, taxminan 50 milliard yil o'tgach, Oy shunchalik uzoqlashadiki, Yer unga tidal lock holatiga kiradi. Ya'ni Yer ham Oyning atrofida o'sha tezlikda aylana boshlaydi va u bilan qarama-qarshi tomonga qarashni to'xtatadi. Shunda Yerning faqat bitta yarmi Oyni ko'radi, boshqa yarmi esa hech qachon ko'rmaydi. Biroq bu holat yuz bermasdan oldin ehtimol Quyosh aralashadi. Olimlarning fikricha, taxminan 5 milliard yil ichida Quyosh o'z umrining oxiriga yetib, gigant qizil yulduzga aylanadi. Bu esa nafaqat Oyni, balki Yerni ham butunlay yo'q qiladi. Shunday bo'lsa-da, umid qilamizki, o'sha vaqtda kelajakdagi sivilizatsiyalar boshqa bir sayyorada hayot kechirayotgandir va bu voqeani osmondan emas, boshqa yulduz tizimidan kuzatayotgandir. Do'stlar, agar Oy rostdan ham birdaniga yo'qolib qolsa, Yer yuzida qanday voqealar sodir bo'ladi? Agar Oy bir kuni shunchaki yo'qolib qolsa, bu Yerda hayot uchun qaytarib bo'lmas darajada halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Agar Oy yo'qolsa, okeanlarga nima bo'ladi? Yerning okeanlarida to'lqinlar, suv ko'tarilishi va tushishi ancha kichik bo'lib qoladi. Hozirgi holatidan taxminan 3dan 1 qismga kamayadi. To'lqinlar okeanlardagi moddalarni aralashtirib turadi. Bu esa sohil ekotizimlari uchun muhimdir. Bu muhitda yashovchi hayvonlar, qisqichbaqalar, midiyalar, dengiz yulduzlari, chig'anoqlar tirik qolishlari uchun aynan to'lqinlarga tayanadi. Agar sohil ekotizimi yo'qolsa, bu boshqa quruqlik va dengiz hayvonlariga ham ta'sir qilib, ommaviy yo'q bo'lib ketishlariga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, to'lqinlar harakati Yer iqlimini barqaror saqlashga yordam beradi. Okean oqimlari aynan to'lqinlar orqali harakatga keladi. Ular iliq suvni butun dunyo bo'ylab tarqatadi va global iqlimga ta'sir qiladi. Agar bu ta'sir bo'lmasa, Yerda haroratlar ancha keskin bo'lishi mumkin. Yana bir hodisa, agar Oy yo'qolsa, hayvonlarga nima bo'ladi? Oy yo'qolsa, butun dunyo bo'ylab hayvonlar juda katta chalkashlikka tushib qoladi. Yirtqich hayvonlar tunda ov qilish uchun nafaqat zulmatga, balki oz miqdordagi oy nuriga ham tayanadi. Agar tun butunlay qorong'u bo'lsa, o'lja bo'ladigan hayvonlar yashirinib qolishga qulay sharoit topadi va shu sababli yirtqichlar ov qilishda qiynaladi. Bu esa hayvonot ekotizimini o'zgartirib yuborishi va ayrim yirtqich hayvonlarning yo'q bo'lib ketishiga olib kelishi mumkin. Agar Oy yo'qolsa, yil fasllariga nima bo'ladi? Va nihoyat eng xavotirli holatlardan biri. Agar Oy yo'qolsa, Yerning fasllari sezilarli darajada o'zgarishi mumkin. Biz Yerda bahor, yoz, kuz va qish faslarini boshdan kechiramiz. Chunki Yer Quyosh atrofida harakatlanayotganda taxminan 23,5 darajaga og'gan holda turadi. Aynan Oyning Yerga nisbatan tortish kuchi Yerning bu og'ishini barqaror saqlab turadi. Agar Oy bo'lmasa, Yerning og'ishi tartibsiz bo'lib qoladi. Bu esa iqlimga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan xulosa shuki, Yer Oysiz yashay olmaydi. Yerda hayotning mavjud bo'lishi uchun Oyning o'rni katta. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling va like tugmasini bosishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun muhim. Sog' salomat bo'ling.